hozirgi zamon ota-onalari bilan bizni zamondagi ota-onalarni solishtirsam, bizni ota-onalar fashist bo'lganmi? Qayamaganmi? Ularning zapasnoy bolalari bo'lganmi deyman-da, 5-6 tada. Hozirgi bolalarimizga son qattiq gapirishga bitta etikni opacham bilan kiyardik. Men abidgacha o'qirdim, opacham abiddan keyin o'qirdi. Bitta etikni kiyardik, almashibdi. Hozirgi farzandlarimizda 10-15 ta kiyim bor, krossovkasi bor, hammasi. Yana ko'ngliga qaraymiz. Erta yo'qotib qo'ymadimmi? Deb qo'rqamiz ko'yniga. Ha, bizni ko'ynimiz bo'lmaganmi? Jalabmi? Biz odam bo'lganmizmi o'zi bir? Shunda ham bu yoshlar baxtsiz. Shunda ham o'tirib storiesga kirsang, jalab как будто bir Donald Trumpga o'xshab 3 marta default bo'lib, 3 marta bilan krizisdan chiqqan odamdek o'zini tutadi. O'zi bir parcha xom ter tashlab ketgan xolos ana bitta. Bichvachchani topgan, u yana 8-martga unga podarka bergan, bu 23-ga paypoq bermaganiga endi siqilib chochi yurib tashagan storiesda bevafo dunyo. Voy pidaras, seni bitta ayol kishi shunchalik sindirgan bo'lsa, hali hayotda qancha muammolar kutyapti sen uka?